do'stlar, sizlar bilan men o'sha Apelsin. Bugungi videomizda biz mana shu Money blokda yashab qolishga harakat qilamiz. Va yana o'lib qoldik. Tak. Aha. Biz boshladik va birinchi bloklar. Okey. Bizada bir blok berdi. Yana blok, yana blok, yana blok, yana blok, yana blok, yana blok, yana blok. Okey. Va yana bizada 5 money pul berdi. Okey. Tak, oldin biz mana buni qilsak, biza yo'q. Mana bu yerga yetib borishimiz kerak. Tak. Mana yo'lni topdik. Okey. Va biz yana kovlashga davom etamiz desam o'lib qoldim. Okey, inventor yoniq bo'lmasa kerak. Inventorni yo'q qo'yaylik. Tak, endi biz harakat qilib anagacha borsa yaxshi bo'lardi. Okey. $1 bor. Bu kartani siz Ivix va Prismarin videolarga ko'rgan bo'lsangiz kerak. Okey. Endi biz ham shunday qilyapmiz. Okey. Va nima qilamiz? Tak. Hali bir ko'p rivojlanmasak ham bo'ladi. Bu videolarimizni bir seriyali qilsak ham bo'ladi. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar. Kanalimiz yangi ochilgan va obuna bo'lib 100 taga yaqinlashtirishga yordam bersalar yaxshi bo'lardi. Okey. Va bularni olamiz. Tak, okey. $7 bor. Endi $10. Okey. Endi mana shu yerda bizlarga tushyapti desam, yerga tushadi, tushunmayapman. Okey. Va biz qum blok yasaymiz va davom etamiz. Astagina borish kerak. Inventor yo'q qilgan va nima qilmasak ham bo'ladi. Okey. Va biz o'lamiz. Va ozgina qoldi-ku. Okey. Yana shu ozgina qoldi deganimizdan yomg'ir yog'ib tashladi. Qanday baxt. Va biz ozginagina vaqt ajratamiz. Endi borsak ham bo'ladi. Jalasi yo'qdi. Okey. Ya, buni ketmaygan-ku. Okey. Bir ketish uchun ham bir yo'lakcha qilib qo'yish kerak. Okey, bizlar makonimizga keldik. To'la va bu yerda joylarni ko'rsatib o'tirgan Noob oroli. Bu yerda Kuite Sutmas orolisiga, tak, Ferma oroli, Nezir oroli, bu Bank oroli, bu Mining oroli va bizning 3 ta bratimiz. Bu yerda milliardlab pul bor. Okey.
Sen brat nima sotasan? Uzr, shopkeeper. Bu Noob oroli va ikkita Quit Island va Noob oroli uchun nima oldik? Kalt oldik va biz boramiz. Uy! Wow! Tak. Biza blok olib kelishimiz kerak. Bir 20 ta blok olib kelsak yaxshi bo'ladi. Okey. $11. Mashada qilsak yaxshi bo'ladi. Maynimiz tugagandan keyin qilamiz. Fikircha gapirishgan hol yo'q. Aman endi ochildi. Clay. Okey. Va biz unday qilsak orolni bir yaxshi qilamiz. Bu yerda pastda hech nima bo'lmaydi desam yiqilib tushdim. Mayli, bizda keep inventory bor. Bizlardan hech nima ketmaydi. Faqat yerga borib bir ziyorat qilib kelsak yaxshi bo'lardi. Hozir tushib ketishimga bir sekund qoldi. Okey. Voy, fontan ichidan keldik. Wow. Tak, biz uyni ichiga kirsak. Deyarli hech nima yo'q. Tak, bu nima ekan? Hech bir ko'rmagan ekanman. Arcane lock. Bu nima ekan? Tak, mayli, bizlarda kerakli mana shu narsani olib ketamiz. Tak, o'zi ko'radigan narsani o'zi yo'q. Blok saflab nima qildim? O'zim tushunganim yo'q. Okey. Va biz mana bu Quit Islandga borishimiz kerak. What the hell? Lag bo'ldi. Okey, biz laglarga hech nima demaymiz-da, yo'limizni davom ettiramiz. Okey. Va biz keldik. Qiladi. Nichoa. Okey. Okey. Tak, bunday qilamiz va bu yaxshi rol bo'lsa kerak. Yana mashina olib ketamiz. Kerak bo'lib qoladi. Okey, narki uydek bir xil ekan. Bu oyna. Hamma narsa busa bo'lar ekan. Qo'yil. Okey. Va bu yerda ham kerakli narsa yo'q. Okey. Bu yerdan faqat mana shu daraxtni olib ketsak ham bo'ladi.
Okey. Olib ketsa bular. Okey. Olib ketdi bu ekan. Hayır. Tak biz endi necha dollar bilan boshqa orolga borsak bo'lar ekan. Okey, bu nima ekan? Bilmayman. Tak shop, u magazin. Tak. Trade 20 tada nimani kalti? Farm. Yo 5 nimada? Bu arash olganmi? Tak bu esa pachkani bir pachka qilib ekan. Aşağıda uğurlab ketseydi ki uğurlab ketib bo'lmaydi. Okey. Tak yana olamiz. Hayır. Tak biz ko'proq pul yeganimizdan keyin videoni yoqaman. Okey va biz tugatdik. Bizda rovno 1 stack monijo bor, ya'ni pul. Va biz ikkita odamni kaltini sotib olsak bo'ladi. Va tak Nether Island. Bu Bank Island. Tak buni sotib olamiz. Va buni sotib olamiz. Okey, 4 tagina mini island va farm. Ferma kalti bu. Ne? Ha shu. Okey. Ochamiz. Wow. Tak. Va bizani boshqa orolimiz bu ovqat uchun orol ekan. O'zi ham ferma orol degani shuda. Okey. Okey. Tak quyib chiqish kerak tez. Nima bo'lar ekan bular? Okey. Tak. Va biz va tugadi. Bizlarni yeguliklarimiz bor va biz bu yerdan chiqsak bo'ldi. Okey.
Okey, bularni ham olamiz, ya'ni somondan non yasasa bo'ladi. Nonni esa yesa bo'ladi. Va orqada nima bor ekan? Okey. Kerakli hech narsa yo'q. Va do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Yoqqan bo'lsa like va kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi qismda biz mining oroliga borishga harakat qilamiz. Hammaga xayr.